Bugungi tez sotuv profilda ko'rsatilgan uyim juda ham zo'r lokatsiyada, bilasizlar. Bu tomon 5/5 14-maktab. Shuni orqa tomoni bajarkadan tushib kelish. Bu tomonda hokim prokurorlarga qo'shni bo'laman deganlar uchun mana shu uyni topib qo'ydik. 7,5 sotixga joylashgan. Bu tomonda ham ko'cha bor. Juda ham remontlari bilan tayyor holatda. Bu tomonda bilasizlar, asr to'yxonasi, asr market, bog'cha, maktab hammasiga yaqin joydan sizlar uchun 7,5 sotixli uyni topib qo'ydik. Hozir birgalikda ko'rib chiqamiz. Mana bu tomonda yursak, bu tomon bilasizlar shaharning sentri markazi. Bu tomonda mana garajlar tayyor qilib qo'yilgan ekan. Svetlarni yoqib ko'rsak, ishlab turgan tayyor garaj edi dedi. Bu joyimiz dedi. Agar kimdir olsa o'zi uchun ustaxona yoki garaj qilsa bo'ladi. Hamma instrumentlar bilan birgalikda tepalari utiplet qilib issiq qo'yilgan ekan. Mana ko'rib tursa, hamma instrumentlari bor. Joy-joyida olasizlar, biznes qilib davom ettirib ishlatasizlar yoki bo'lmasa arendaga berib qo'ysa, pechkalari ham bor ekan. Garajimiz davomida hovlida hamda supalar qilib ustini yopib qo'yib o'tiradigan joylar qo'yilgan ekan. Archalar, dekorativ daraxtlar ekilgan, tayyor holatda. Bu garajni o'zi davomini qurishga tayyorlab qo'ygan ekan egalari, ishlarni olib kelib ishlanishlar. Lekin ozgina pul kerak bo'lib qolgan uchun hozir sotishyapti. Xohlasalaringiz bu ishlardan foydalanib, mana bu garajni ham qurib olsangiz bo'lar ekan. Bu narsalar hammasi qolar ekan. Hozir ko'rsa, hozir sizlar bilan uy ichini birgalikda ko'rib chiqamiz. Bu tomonda alohida bolalar uchun sharoit qilingan. Bu joyimizda mana quduq ham bor, kran ham bor, konditsionerlar hammasi tayyor ishlab turibdi. Uyimiz issiq holatda, mana farzandlar uchun kravatlar qilib alohida xona qilib qo'yishgan ekan. Bu tomonda televizorlar bilan, dars stollari bilan, shkaflar bilan birga hammasi qoladi. Uy ichini ko'rib chiqamiz. Kirishimiz bilan bizni shundoq oshxona kutib oladi. Hamma mebellari bilan birgalikda qoladi. Zo'r gaz plitalardan qo'yib qo'yishgan, suv isitadigan gaz bilan isiydi. Hamma sharoitlari bor. Tashiba kir mashinalari ham zo'rlardan qilib qo'yishgan ekan. Akam o'zi uchun qilgan, eshiklari ham yaxshi, remontlar va zo'r joyida turibdi. Natija patologlar yangi remontdan chiqqan. Shu yaqinda deyishdi. Hamma ko'rib turgan narsalaringiz qoladi shu yerda. Bu tomonda spalni xonasi, ikkinchi xona. Bu tomonda ham shkaflarini bir tekis qilib o'zlari uchun qilgan 55 talik televizorlar qo'yib qo'yilgan. Mebellari ham yaxshi, sidan qilingan, konditsioner bor. Bu tomonimizda sanzulimiz. Sanzul uy ichida alohida, tashqarida ham bor, ko'rib turibsizlar. Unitazlarda bunaqasidan ham bor, bunaqasidan ham bor ekan. Uylarni sizlarga birinchi bo'lib ko'rsatyapman. Bu uyimizga egalari 129 ming dollar narx so'rashyapti. Yana kelib savdolashasizlar. Birinchi bo'lib ko'rsatganim uchun bu uyda boshqalarga tezroq tashib qo'yinglar. Bunaqa lokatsiyada, bunaqa joyda, bunaqa yaxshi uylar ko'p vaqt turmaydi.